Assalomu alaykum, hurmatli ko'rurmanlar. Bugun biz yaqinqi kunlardan buyon nihoyatda qizib ketgan Xitoy Tayvan munosabati haqida bir programma ishlamoqchi. Xabaringlarda bo'lgandek, Xitoy to'xtamay Tayvanga ig'vogarchilik qilyotidi, Tayvanning atrofida harbiy manevrlarni olib beryotidi. Amerika mu Tayvanni to'xtamay qurollantiryotidi. Bunday bir vaziyatda dunyoninki nihoyatda ko'p fikr qurilishlarida, ilm so'rovlarida Xitoy Tayvanga hujum qilamdi. Agar hujum qilib qolsa, qachon qiladi degan bu savol so'ralyotidi va buning uchun yuzlagan minglagan maqolalar yozilyotidi, farazlar, qarashlar o'tirib qo'yilyotidi. Chunki Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi bo'lg'usi bir urush Amerikani so'rab kelish ehtimolligi intayin kuchli. Bunday ahvolda bu 21. asrniki intayin cho'ng bir geopolitik urushi bo'lish ehtimolligi mavjud. Shunga bunga butun dunyo qiziqadi. Bunday bir masaladan, bunday bir temadan biz Uyg'urlarmi o'z nasibimizni elishimiz kerak deb qarayman. Shunga bugun bu temani muloyiza qilamiz. Bugungi suhbatimizga xalqaro munosabat fanlari doktori Alimjon Ablat efendimni taklif qildim. Alimjon, hoş geldinglar. Hoş bulduk. Alimjon bu sohada doktorlikni bitirgan, hozir Shveysariyada turyotidi. Alimjon, gapni bek uzatmasdan sizlarga bersam, oldi bilan shu bizningki ko'rmanlarimizga Tayvan Xitoy o'rtasidagi navbatdagi vaziyatni bir qisqacha umumiy nuqtadan tushuntirib bergan bo'lsanglar. Albatta buningki tarixiy qismini jiq anglaqliq, jiq ko'ruglik, ammo navbatdagi holatda Xitoy Tayvan vaziyati qaysi bosqichda, qaysi holatda mushto'g'ridan bir tushuncha bergan bo'lsanglar. Oldi bilan hurmatli ko'rurmanlar, sizlarniki ushbu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Endi Mehmet To'xtapanning so'rgan savoliga kelsak, hozir Jungo bilan Tayvanninki vaziyati qisqacha tarixiga orliqda bir bu da o'zinglarni muvofiq ko'rgan shaklda jiddiy bir vaziyatdan orliqdami Gomindangninki huquq tutishi bilan biroz yumshashga boshlagan. Keyin yana Xalq Demokratik partiyasininki qaytadan huquq tutishi bilan Jungo Tayvan munosabati hozir vaziyatda jiddiylashish qarab ketib bordi. Bo'libmi Xalq Demokratik partiyasining burunqi Zungtungi Seyingwenning muavini yana qaytadan huquq boshlaganligi uchun tekrar orqadan huquq qilganligi uchun Jungo bilan Tayvanninki vaziyati texmo jiddiylashish qarab mengotidi. Mayada bunda bir amil bor deb qaradim men. Birde Jungo tarafdan Yingtay yani bir qurg'uvchilar yoki Jallangtay deb qo'ydigan urush qaqlar demdi. Urush qaqbörlar deb qo'ydigan boshqa o'xshash qattiq qo'lliqlarning hozir Jungoda siyosatning ustida bo'lishqa. Andan keyin Tayvandimi mustaqillikni tashabbus qiluvchi Minjindang ya'ni Xalq taraqqiyot partiyasiniki Demokratik taraqqiyot partiyasi. Demokratik taraqqiyot partiyasiniki huquq tutishi, ya'ni bu ikkilisi bir-birisiga nihoyat zid bo'lgan ko'z qarashni ta'kidlab qilayotgan boshqa bu hozirgi Jungo Tayvan vaziyatini texmo jiddiy ahvol qarab ep beryotidi. Jungo deydi Tayvanninki bir partiya bir ulkan Tayvanning hozirgi iqtidor partiyasi deydi, yo Tayvan degan mustaqil bir davlat deydi. Bu ikkisinki hech qanday bir o'rtaq nuqta yo'q. Ikisi bir-birisiniki o'ttirib qo'yayotgan siyosatiga zid boshqa. Bu texmo tashkillashtiryotidi. Orada Jungo Tayvan Amerikaning Tayvanga qurol-yarog' iqtisod moliya jihatdan yordam berishimi bu vaziyatni jiddiylashtirish qarta yana bir katalizatorlik rol o'ynayotidi. Endi hozir Jungo Tayvan vaziyati tarixdan buyon mencha eng jiddiy bir vaziyatga qarab yuzilmoqdan bir vaqt deb qarayman. Kelgusida qanday bo'ldi uni biz
mevcut anlığa karta teklif kılıp söyleyemiz. Ama şu anki vaziyet şu 1949'dan bu yankı en ciddi bir vaziyet üstüde duruyotgandak, yani şu bir bomba bolsa onun piltisiga ot yakaymı yakmayımı degandek bir vaziyet üstüde duruyotur dep qarayman. Ko'p rahmat. Bu vaziyatning jiddiylashishi hamda Tayvandagi o'zini qo'g'dash jihatdan davomli sagak turishi, ondan keyin Xitoy tarafininki Tayvanga to'xtamay menga qatilsa deb besim qilishi asosiy omilg'u hamda bu xil Xitoyninki Tayvanga bo'lgan bu xil pozitsiyasini Xitoy izchil bir Xitoy siyosati yoki bir Jungo siyosati deb atab keldi. Xitoyninki bir Jungo siyosati degan nima? Bu siyosatni Tayvanga qo'llanishdagi muddaosi, maqsadlari nima? Bu to'g'riliq hozir tushuncha berasizlar. 1949 yılı ise Jungo Komünist Partisi Komintangni Jungo cho'nqiroqdan qo'g'lab Tayvanga chiqarib etgandan keyin dunyoda ikki Jungo hukumati mavjud bo'lib keldi, ya'ni ikki Jungo bo'ldi, ha. Birleşken Milletler Teşkilatı'da 1973 yılgacha 72 yıl mı 73 yılgacha, yani 26. genel kurulgacha umumiy yig'ingacha Jungoni temsil qilgani Tayvan hukumati bo'lgan. Ungacha hamda Jungo Birleşken Milletler Teşkilatı'ningki bexatarlik tashkilot nimasida xavfsizlik kengashida yer ololmagan. To'g'ri, ya'ni Xitoy Kompartiyasi cho'nqiroqlikni elib 30 yilgacha, mundaqcha aytganda 72dan boshlasak 20 necha yil, agar 80gacha biroz sursak 30 yilgacha BDTda, hatto xalqaroda qonunli hukumat hisoblanmagan. Hisoblanmagan. Ham uning ustiga bu 1949 yılı Jungo kurulgandan keyin Jungo Komünist Partisi hukumat Jungo devletini kurgandan keyin Arab devletlerimi Jungoni qo'llamagan dastlabda. Şuna ular dastlabda Tayvanni asos qilib qilgan bo'lishqa. Bu araliqda ular bir Jungo siyosatini o'tirg'a chiqargan bo'ldi. Chunki asosda bular o'zininki huquqini va davlat statusini, davlat o'rnini asosda tunutishga boshladi va o'zining o'rnini shakllantirib, agar men bilan diplomatik munosabat qursam, Tayvanni tunimaysa, hani Tayvan bilan munosabatini uzsa, bo'lmasa men bilan munosabat quramaysa degan bir o'tirg'a chiqarib, prinsipni o'tirg'a chiqarib, buni bir Jungo siyosati deb o'tirg'a atdi. Tabii dastlabda bu nayt o'ngishliq bo'lmaganlik qilgan bilan bu islohot ishini yetishdan keyin nurg'un davlatlar Jungoninki azon ish kuchi, andan keyin cho'ng bir bozor ekanligini bayqagandan keyin u yerga nurg'un mablag' selash, fabrikalarni qurish orqali bu Jungoninki bir Jungo siyosatini asosida qabul qilishga boshladi. Qabul qilishga boshladi va Tayvan bilan uchuq shaklda munosabat ilib berishni rad qildi. Ammo bu rad qilish qanaqdir Tayvan bilan bo'lgan munosabatni uzitish degan gap emas. Ular diplomatik usulda navoit ustuliq bilan ularningki Tayvanda aslida qarasanglar diplomatik elchilik yoki nima deymiz, ammo rasmiy nima o'rnida elchixona emas, ish bajarish o'rni shaklida Tayvan hozir dunyodagi nurg'un davlatlarda ishxona chiqliq, nurg'un davlatlar Tayvanda ishxona chiqliq, ammo diplomatik demaganlar yeri bor endi. Faqatlar endi nazariya jihatdan shu diplomatik demaganlik uchun yana shu nazariya jihatdan Jungoniki o'tirib qo'ygan bir Jungo siyosatini qo'llagan bo'lyapti. Jungo albatta buni bildi, ammo lekin shu anki iqtisodiy munosabatini, iqtisodiy manfaatlarini ko'zda tutib, uningga pek ko'zga kirish olmayapti. Faqat jiddiy vaziyat jiddiylashgan vaqtda va yoki o'ziningki qizil sizga deb qo'yamiz, shu qizil sizga ozroq yaqinlashgan vaqtda buni ta'kidlab kelyapti. Uzun yillardir mana shu
bir cungo siyaseti devatkan bilen ama yana hazırki vaziyetini her iki taraf saklap kivatıdı yani. Yani Xitoyga nisbatan endi bumu bir boshqa davlatlar bilan muomala qilishning bir imkoniyatli usulida. Agar buni rad qilsa, u vaqtda ya Tayvanni chaqmaqsizligida ololmay yoki boshqa davlatlar bilan muomala qilolmay bir krizisning ichiga kirib qoldi. Shunga Xitoyga nisbatan bu bir imkoniyatlik yo'l bo'lsa kerak bu. Endi bu temada qatadigan sözleringlar bormi, bo'lmasa boshqa savol o'tib ketimi? Azırak nesini qo'shib qo'yay endi bayon balkim. Bu nemishqa bu vaziyat bor degan vaqtda Tayvan 80-yillardan keyin Tayvan, Singapur, Shangang, Koreya, Yaponiya qatorliq bu davlatlar texnikaninki g'oyatda muhim ishlab chiqarish kuchi ekanligini tunib yetib, oldi bilan fan texnika mablag'siz fan texnikani g'oyatda taraqqiy qildi. Jungomu bir mezgil bu oradagi to'qinishninki har ikki tarafga foydasiz ekanligini his qilgan bo'lg'achqa bir mezgil bu bir jungo siyosatini biroz yumshatib, Tayvanlik mablag' sog'uvchilarni, savdogarlarni chaqirib, jungoga mablag' sog'uvdi. Masalan, hammalarning xabari bor masalan, Xeshuo deb qo'yamiz, Mingji, Acer deb qo'yamiz. Masalan, Acer kompyuter deymiz. Masalan, hozir ism kelib qolamda, nurg'un narsalar bor endi Tayvanning ko'zininki. To'g'ri, sildimachi bo'lgan narsa shu, 80-yillarda ikkinchi o'tishning oldida Tayvan g'oyat zo'r taraqqiy qilib ketgan, Shangang qatorliq rayonlar bilan birga. Xitoy keyinda qolgan. Shunga Xitoy Tayvanninki ham iqtisodiy ham texnikasini shu vaqtda ikkinchi orqali ichiga qabul qildi, kirgizgan bo'ldi. Ham buni iqtisodiy aloqani ilgari surish, ya'ni seni chaqirman, sen meni ko'rsam, men seni ko'rman deb qara ommaviy iqtisodiy aloqani ilgari surish orqali bir jungo hammasiga bir jungolik ekanligini tunutishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Ammo asosiy maqsadi shu iqtisodiy hamkorlik. Jungo deydi biz g'arbning texnikasidan o'zimizni kuchlantiraylik va chunki dekadimika ittalashganning foydasi yo'q ekan deb buni tunida ham es qilgan. Hamda hozirmi shu hamda hozirmi biroz jiddiy bo'lish sabab bayon deb o'tdim. Buningdan burungi hozirgi Jungoning davlat boshlig'i Shi Jinpingdan burungi davlat boshliqlarining ko'pincha iqtisodni markaz qilgan. Jiang Zemin, Hu Jintao deganlarning hammasi Deng Xiaoping o'tirib qo'ygan iqtisod markaz deganni asos qilib Jungoning shu iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surishni markaz qilgan. Endi bu hozirgi davlat raisi bo'lgan Shi Jinping o'ziniki Jungo tushi deb qo'yamiz hozir. Jungo arzusi. Jungo arzusi demaydi, Jungoning tushi deydi. Tushayotgan bo'lganda. Qaysi xil tarjima qilish masalasi bor endi. Mang deydi, Jungo mang degan gap shu Jungoning tushi degan gap. Tush, mang degan tush, arzular degan gap emas endi. Shu Jungoning tushi degan nima deganda shu Jungoni dunyodagi eng chong super kuchga aylantirish. Büyük bir çoğun bir devlet çıkış. Bunun için bu yerde bilimiz İpek Yolu projesini başlattı Xi Jinping'in vakti. Anonken bu ülke Kızıl ikinci evlat boğaşka. Kızıl ikinci evlatınki nezirde iqtisattan bekrak muqimlik emmedin a'la deydigan bu ko'z qarash bo'lg'achqa bexatarlikni iqtisodning ustiga qo'ydigan, muqimlikni nimaning ustiga qo'ygan bo'lg'achqa Baozudongcha bo'lg'achqa ayni vaqtda madaniyat zo'riqlarga o'xshab ketadigan siyosatlarni bizning vatanimizda Shizangda ijro qildi masalan, Uyg'ur so'yqirimi, Tibet so'yqirimi degan o'xshash nimalarni. Hamda bu hamda shunda bir nima bo'lgan bo'lg'achqa hamda Jungoninki
Xi Jinping'nin burunqi Tayvan bilen bolgan münasibeti hazır burunqi qaraganda neçe baldıq ciddiyleşip qarap mangdı. Yani iqtisadi münasebetki yani şirin ayla tügep bazıları harbiy ve siyasi münasebetki yani jirikleşişler yukarı pellere çıktı şundak o. Çünkü bu hem de Jungo'nunki en tarihi bu hükümranlık kılış tarihi tecrübelerine okşuş kabatı da tarihi tecrübeler bilen okşuş gösterdi. Demiştik ya vaxtlarda tarihten bu yan mesela Han sulalesi deyimiz, Tang sulalesi deyimiz. Bular deslepte aciz vaxtda deslepte olarlık nimeler bilen ittifak tüzep, yoki bo'lmasa ular bilan yaxshi o'tib, pul to'plab, ananikin biroqla ananikin dushmanni yo'q qilgan yoki o'zi qo'shib olgan. Masalan, Han Wudi deymiz masalan, Han Wudi vaqtida Han Wudidan burunqilari ular bilan yaxshi o'tib, ularga o'lpat topshirib, keyin ham Han Wudi ashta ular to'plab bergan mol-mulk yiliqi muqimlikqa tayinib, ularni uzun bir vaqt ichida yo'qotishni muvaffaqiyatlik bilan tamomlagan. Tang sulalesi shundoq. Masalan, u dastlabda turklar bilan yaxshi o'tib, keyin ananikin azroq kuchlangandan keyin turklarni o'ziga beqindirgan. Endi hozirmi shu ideya bilan ketyapti bular. Dastlabda buningki bir siyosati bor, Tauguan Yanghui diyen bir siyaseti var. Çünkü onunki tanlık diplomatik siyaseti. Yani siyaset mi hikmetlik söz mü bu? Yok diplomatik siyaseti Tauguan Yanghui. Yani özne Nak tercümesinde mi aşık etmek ki? Aslında nak tercümesi bence izlendim ama nemeken yani özne bilinmemek. Özne inatlamasını mı bilinmemek? Nayte cimcit bir şekilde güçlendirişken. Başkalarına bilindirmek. Samandan aslında suyu görtüş. Samandan aslında suyu görtüş temsile ya ki ne böyle sanılan var. O deyetkendi sildigendek yılıkı hazır dünyada Jungo'nun imde qaraydı sanıla Jungo'nun bir tacavuzcu devlet hep qarmaydı o dedan ya 500 yılın bulup mu yakınlıkı 100 yılın yakın Jungo'nun bir kengayimçilik nemisi yok dep qarı. Yani emniyet qarsanız dünyada. Açta qaraydı qallı var. Emniyet qarsanlar bu dalma şu Tauguan Yanghui'ninki muvaffaqiyati deb qarashga bo'ldi. Endi şuna hazır Tayvanning bilan Jungo'ninki shu meselesi hazır endi. Burunqilikı toplagan baylıqlar, toplagan askeri kuchlarni endi ishlatmasa bo'lmaydigan bir yer kelib qoldi endi deb qarayman. Undaq bo'lsa Xitoy burundan tortib yangichida yugurtib kelgan bo'lsa samandan ostidan va Xitoy dunyoga hozir tajovuzchi davlat emas degan obrazni berish uchun kuchayib kelgan va bu jihatda xili ko'p rayonni bunga qoyil qilgan. Masalan, hozir O'rta Sharqdan islom davlatlari Xitoyni dunyo tinchligi uchun, adolat uchun to'p qo'shayotgan bir kuch sifatida ko'ryapti, olqishlayapti hatto. İslam ulamolarınki Xi Jinping'e xat yazgınını gördük. Palestin meselesinde. Adalet tarafta turdunuz deb hem teşekkürün etti hem texmo belki Amerika'ya karşı Palestin'i himaye kılıp adaletini yakalaşını talep kıldı. Bu cihette diplomatiya cihetten Xitoy xili utuqluq. Şundaq buluşu qarmay. Nima uchun Xitoy Tayvanni elishdi ching turdi? Hatta Xi Jinping arada sözünü sizlarga beraman. Xi Jinping arada neçe qatim Tayvanni elishga tayyorlik qilinglar deb askarlarga buyruq berdi. Xitoyninki diplomatlari izchil Tayvanni qizil chizig'imiz deb ta'kidlab keldi. Ya'ni Xitoy Tayvanni elish uchun yoki Tayvandan iborat qizil chizig'imiz desilgan vaqtda qurol ishlatish huquqimizni saqlab qolamiz deb kelyapti. Endi men keldim. Sizga keldim. Nima uchun bu Tayvanni elishdi? Ya'ni qurolliq bo'lsa-mu, burun deydi masalan Tayvan Jungo'ning bir qismi
Tayvan tinch azod qilamiz degan gapni ta'kidlaydi masalan Hu Jintaoning jazimining davrlarida. Ammo Xi Jinping Tayvanni qurolliq bo'lsa-mu olamiz deb ochiq da'vatida qurol ishlatish huquqimizni saqlab qolamiz deydi har vaqtcha. Bununla elib bo'lgan omil nima? Nima uchun Xitoy bu qadar isteklik hozirga kelganda? Endi birinchidan bu Jungo hozir nimishqa qurol kuchini bekroq oldiga chiqardi deganga javob berib o'tayman. Bo'ldi. Deng Xiaopingning vaqtida bir davlatda ikki sistem degan bir modulni o'tirib qo'yib, Shangang bilan Ominni qaytarib olishda nihoyatda muvaffaqiyatli bo'ldi. Va 50-ga ularningki siyosiy sistemasi tuzilmasiga chiqilmaydiganligiga so'z berdi endi. Butun dunyo oldida. Ama 50 yıl vaqtda chiqildi. Olmay. 25 yıl değil endi. 25 yıl mı? 2016 chiqildi. 25 yıl şu 2 yıl. Şu 20 yıl. Yani 2 yıldan keyin bayan degandek sizga qattiq qo'llarning o'qitishi bilan o xalqarada o'tdiliqi va'da bergan ve xalqaraning oldida bergan va'dasiga amal qilmay Shangang Ominga bo'lgan siyosiy besimini og'irlashtirib ularningki siyosiy tuzilmasiga chiqildi endi o'zgartishga boshladi. Bu xalqaro dong ketgan Shangang voqeasini o'ttirib chiqarib bilan bilamiz endi. Ama bu endi bir zaman naiti yumuşagan Jungo Tayvan münasebetiga yani Jungo bilan Tayvanning tinch birlashishiga belki herkes pozitif bir natija bermaydi. Çünkü Tayvanliklar dastlabda voy biz Jungo qilib kelsak degan Tayvanliklarga aniq ta'sir qildi. Çünkü Tayvan uzun yıl demokratik bir ülke keldi yani mayli Jungo paras Xitoylar olsun yoki mustaqilchilar olsun. Bular bir mezgil yumuşasimi ama bu Jungoning Shangangga ijro qilgan bu va'dasi tutilmagan bu siyosiy faoliyatlari, siyosiy harakatları, bostirish harakatları ularni biroz cho'chitib qo'ydi. Shunga Tayvanniki Jungo paras siyosatchilarningki Jungoga yaqinlashishiga bir foydali vaziyat shakllantirishga to'salg'i bo'ldi. Endi buningdan iliqqa Tayvanni tinch azod qilish degan xam xiyoli ko'pikka aylanib bo'ldi deyishga bo'ladimi? Ko'pikka aylanishga boshladi deyiladi. Siyosatda cho'qim %100 degan bir narsa yo'q, chunki o'rganimiz bo'ldi, endi o'qimaymiz. Ammo shu agar Tayvan xalqi ham deyliqi Xitoyninki keng ko'lamli bombalarininki o'q dorilarning ostida mijilib ketishdan qo'rqmagan holatda o'zi xalq Xitoy bilan birlashishi mencha notayin. Hozir notayin. Agar 50 yillik va'dasini amalga oshirgan bo'lsa, balkim taqim yiqilishi mumkin. Yiqilishi mumkin. To'g'ri. Endi hozir o Jungoninki Tayvanga bo'lgan siyosati, anonikin Uyg'urlarga qaratgan siyosati, tabii ki Uyg'urlarga qaratgan siyosatida avtonomiya degan bir narsa bor ya, o'zininki xalqaro bergan va'dasi bor, endi avtonomiya huquqi bor, avtonomiya nimasi bor. Yana shuni nimqilmagan va'dasi turmagan ekan, bu Tayvanlikniki tinch birlik kelishi, ya'ni tinch birlik kelishidan bekroq Jungo ketilib ketishini xohlagan Tayvanliklar endi ozish qarab mangdi. Mumkin mencha tez qarab mangdi. Shunga Jungo buni ko'rib yetgan ekan. Ben şu bayan degandek Tayvan siyosiy yo'llari hamda Xitoy bizni keng ko'lamli bombardiman qilib, tap-tuz qilyapmisan. Amerika bizni qo'llayolmaydi hamda Amerikadan umidimiz uzildi deb qarab taslim bo'lmasa, o endi tez. Shunga Jungomi buni ko'rgandan keyin nima deyatdi? Burunliqqa aldirab demaydi biz qurol kuchi bilan birlashtiramiz degan gapni aldirab demaydi. Her iki tarafning xalqininki azab berib yana xalqaro munosabat bo'yicha aytganda savza rolini yo'qotdi, navbat kaltakka keldi. Ashta bulaq qoldi endi.
Ama bu nemişka halk koral küçüğünü aldığı çıkarganki özgürüş jaryanını dep etdim. Hem nemişka maşu koral ben kayıttırıp almamız deydi o diye vaxtımızda. Şu noktadan şöndürüp öteymen. Belki cık noktalar bağlılışı mümkün ama ben şu noktada Elbette. bazı. Birincisi tarihi noktasından qaraymiz mesela bu yani ki. Mıngsılalısı vaxtıda mesela Jing Jingong'ninki Tayvan'ı qaytırılışı dep bir tarihi näseni biz okugan hemde. Tarixda mı qaytırılışı bulap bakkanma bu yani? Qi Jiguang'ning nima unutib qaldim. Bir necha qatımlıq Tayvan'ı qaytırılış hareketi bolgan. Yani bu tunji qatim emas. Bu tunji qatim emas. Mıngsılalısı vaxtıda bayan dedim ya Jing Jingong dep birisi var. Jing Jingong mu ya. Anoniki mavu Qi Jiguang mu Qi birme. Bunu Mıngsılalısı vaxtıda o deme bayan kata. Mıngsılalısının ahire vaxtları. Yani bir Tayvan'ı nem kıvagan hemde. Balanın Jungo'nun yapıyca qaytırıvagan hemde. Keyin hemde Allah'ta 1949 yılısı Jungo Gomindang ayay bervagan eken. Aynı vaqtda Jungo Komünistik Partiyasınki Deniz Armiyası bombağanlık üçün Qoğlap baramları. hücum qılıp baramıgan, qoğlap baramıgan. Emniyete ikisinin aralığına ait yakın. Cinşa derken bir takım aralığını algan ama nemin Ula paraxutni bayok paraxutni hemini heydep ketgendeki hem de Kompartiya qalmaydı da. Şu Deniz Army hem de hazır deydi ki hem de ma bir tarihi noktası hem de. İkinciden nima sanla hem de ma bu tarihta maşu Jungo'nunki maşu kulluk devri olsun, feodalizm devri olsun. Biz şu feodalizm devirden başlap sözleyelim hem de. 2000 yıllık devlet tarihini hesaplağa vaxtımızda Qin Shi Huang deyimiz şunda qoya. Bu Qin Shi Huang diye yani başlangıç padişahı da koydu yani. Birinci padişah. Yani Qin Shi Huang'ninki şu Qin Shi Huang real şahs mı? Efsane mi? Real şahs. Yani Jungo'nu birlik keltirgenlik üçün onun Kungzıçılarını öldürgenlikki Kungzı'nın kitaplarını köydürgenlikki yani hiç nemi hesaplanmaydı. Çünkü o Jungo'nu birlik keltirgen kahraman tarihte hatırlanırlık. Ama onun öldürgen nurgun insanların san çeksiz. Yani Xitay tarixini oqusunda aytgan vaqtda dövlətni birlik keltirish degan bir muqaddas ilahi vazifa. Bunu o'rinlash uchun har qanday eskilik qilish durust. Bunu qilg'uchininki bütün xatoliklar afu qilinadi ve ulug' podshohga aylanadi shundoq. Çünkü ularning nazarida muqim yani bayashat bir jamiyat barpo qilish uchun böyle qalliq bir nimadan tırnak içindeki muqim ve bayashat jamiyat. Tırnak içindeki değil. Ama bular başta dep qaraydı. Şuna ma bu tarihteki 700 qancha 476 mı yoki aniq isim yo'q meniki podshohlarninki ichida. Yani belki fark etmeyli bugün 10 yıllık tarixida buniki. Danlıq podshohlar kim bo'lsanlar? Qin Shi Huang. Anoniki Tang Taizong Han Wu diye ne o diyor anlatıyor. Han Wu diye Tang Taizong anoniki ma bu Karşılarını bazı katıvalıdı, bazı katıvamaydı. Işığı kendisi katmaydı. Bu padişahlar var. Ama maşı padişahlar nemişke danlıq sanlar. Taşkı çıkartta özün devletini nayette güçlendirgen ve taşkı güçlerini özü kurtuvagan. Anoniki ma bu texmi danlıq şahs var padişah olmagan. Bayan dedim birisi Jing Qinglong mu Tayvan'ı qaytırvagan iki şahs. Bu nayette Jungo'nunki tarixideki nayette zor yani kahramanlık karakteriga şahs hamda. Anoniki men yakın tarix qarsaqmı özünki. Mao Zedong mesela Mao Zedong'ni Jungo'nun qurg'uvchisi deb qaraydi ve Mao Zedong'dan keyin Deng Xiaoping chiqdi mesela. Bu nima bo'lsanglar ishni yetib Jungo'ni bir baldaq yuqori ko'targizgan deb qaraydi. Hamda bu yerda
Cungo'da faqat maş ikkila rehber bolganmy sanlar yok. Mao Zedong'ninki nurgun devlet reisleri bolgan. Evet. Yang Shangkun deysizler, Hua Guofeng deysizler. Yani Ama Mao Zedong'un dastlabki mezgillarda üç hukuk ayrım bolgan go. Reis Liu başqa. Shaoqi mesela devlet reisi bolgan. Endi Mayada Deng Xiaoping tahi haqiqiy devlet reis emas. Onun en çoğun vazifesi Mao Zedong'liydi onunki. Endi harbiylar bunu qollagan. Ma'rifqa mas'ul Mao Zedong boldu. Mao Zedong'liydi. Ye Jianying başçılığındaki kızıl komandalar bunu qollab bana anandaki Ferda Kıstı'ki neme oxşaş devletni neme kılgan hem de terakki kılgan şu an. Şunu bunda kalta koyun. Evet. Hem de bunun için Hu Jintao çıktı, Jiang Zemin çıktı, Hu Jintao çıktı deymiz şimdi ama. Meşhur rehberlerinin işte bir Mao Zedong kahraman dep hatırlandı tarihte. Deng Xiaoping kahraman dep hatırlandı ama Endisinde Xi Jinping mi mushta bolmakçı Tayvan'da demek. Nemi o tanlı? Deng Xiaoping ve Mao Zedong vaxtida mı 70 milyon adam şu nemede medeniyet inqilabida açıcılıkta 70-80 milyon adam ölek değilik. Ama ben 15 milyon dep kögende kalan. Ya tarihi materyallarda oxşamagan sanspırlar var 70-80 milyon var. Endi Mao Deng Xiaoping'nin vaxtida mı nemi yüz vergen sana Tiananmen qanlıq vaqası yüz vergen. Deng Xiaoping nemi deydi sana bizning kan keçip keltirgen to'g'ri. Uningmi qo'li pokizan bo'lsa. Kan keçip qo'lga keltirgen bu iqtidorni biz undaq osonlikcha basek olmaydi deb endi qilgan. Ama xalq buningki bu qanlıq yüzüne ko'rmaydi. Nimani ko'rdi? Bular hamma nimani vatan uchun qilig'liq deb bular qahramon deb qaraydi. Endi hozir Xi Jinping'ninki hozir qanda Xi Jinping endi bu taxt chiqishdan burun yoki taxt chiqqandan keyin bu bir necha qatam o'zininki bu niyatini oshkorlagan, ya'ni o'zining Mao Zedong yoki Mao Zedongning eşik etkish borligini. Yani qandaqdir bir odatdagi reis lider bo'lishni xohlamaydiganligini necha qatam ifodalagan endi. Şunu bu yılki qarga vaqtimizda bu nayetli qattiq qo'l siyoset yurgizgan. Masalan bizning vatanga Tibetga bo'lgan siyosetni bilamiz. Qirg'inchilik siyosetini bilamiz. Andan keyin bu virus vaqtida Shanghai, Beijinglarga ijro qilgan nol virus siyosetini bilamiz. Ya'ni mashinandan bu ko'rib olaymiz. Ammo hozir nima endi agar Xi Jinping Tayvan'ı almasa, yani liderlik noktasından qarga vaqtimda Tayvan'ı almasa nim buldu diye atımda aldın qatimqi siyasetninki addi reis bo'lib qoladi. Adet siyasetlerinki günah keçisi deb qo'yadi turklar. Ha, qurboni. Qurboniga aylanib ketadi. Yani iqtidor almashgandan keyin buni xuddiyalqi Mao Zedongni va Niyazonlardan keyin tanqid qilgan o'xshash buni tanqid qildi, ammo buni bu chog'da buning o'zini oqlaydigan bir qahramonlik hikoyasi qolmaydi bu yerda. Chunki bir nima yo'q endi o'rtada. Shunga yo'q. Shunga bu endi o'zini tarixga oltin harf bilan ismini yozg'izman, o'lgandan keyin qahramon bo'lib men qilman demoqchi bo'lsa, Tayvanni elishi kerak. Elish kerak yani. Unda bo'lsa bu ikincisi endi üçüncü bir noktada devletey. Üçüncüsü kısa devletey. Üçüncüsü söyleme bilirler bu Amerika'nınki böyle Asya Tinch Okyan stratejisi dep koymuş. Japonya, Kore, Filipin, Japonya, Kore, Avustralya bilen do anoniki Hindistan, Filipin, Mao Endonezya bilen birleşip Cumhuriyet denizden korşagan bir siyaset var. Korşaş. Hem de Maya'daki Tayvan'ninki ornu nemiş pek mühim ki harita qaraydigan bolsan. Nemiş qarasanlar maş Kore bilen Yapon Kore bilen Filipin arasında bir boşluk var ekan. Deniz şarkı janub tarafta. Yani şarkıya qiraq janub tarafta, yani Shanghai, Fuzhou taraf var ya, yani Tayvan, naq Tayvan. Xaritga qarab o'tamsizlar hozir. Ama ya xarita işlemez koydum. Ama şu Japonya bilen Endonezya arasındaki denizde normalde xalqaro qonunda her bir devletin o'zining deniz tavalligi bo'ldi ya.
Hazır Tayvan naq bu o'ttiriga kirgandan keyin qanday münasibət şəkillənigə desəңlər. Yaponiya, Tayvan, Indoneziya bo'lib, Jungoni bu Tinch okeanga chiqarg'izmaydi ekan. Şu Tayvan mustaqil davlat bo'lib rasmiy idrob qilinsa, shu Xitoyning eng yaqin dengizdagi qo'shnisi bo'ladi. Şunun bilan bu Jungoninki dengizga chiqish arzusi, dengizga chiqish nemasi ig'ir to'sqinga uchraydi ekanda hamda. Ammo Tayvanni qutbaga vaqtda bu chaqda bu Tinch okeanga rahat kirib chiqalaydi. Yapon dengizi Filippinlarga ketalaydi-da. Filippin to'sanmaydi ekan xalqaro qonun bo'yicha. Shu bilan shu nuqtadan Jungo Tayvanni qaytirib olmaydi. Yani tarixiy jihatdan qonuniyligini saqlash uchun elish kerak. Xi Jinpingning shaxsiy obro'yini saqlash uchun elish kerak. Geopolitik jihatdan Amerikaning qo'rshovini buzish va dengiz hokimiyatini kuchaytirish uchun elish kerak. Undaqda qachon oladi? Nəhayət yaxşı sual. Toxtağınla mən telefonunu bir top ketib alay. Bo'ldi. Başta deytdim sizlarga topga chetib qo'yinglar deb. Telefon yaqin buzilib qoldimi? Top chiqmaydi-ku. Yo'qmaligi daqmaydan qilganda ham ovoz ham surat ishlaydi emasmi? Shunga yetmeydi. Undaqda qachon oladi? Bu yerda sizlar to'g'richa men azroq tushuncha bergashtiray. Oraliqda bir oy oldin deyman. Sizlar Medium degan to'rtbatda Xitoy Tayvanga bu yil noyabrda hujum qiladi deb bir muloyiza maqolasi yozdinglar. Ben o makalını okudum. Etraflık tefsir yazılgan bir mulayizı makalesi iken. Şu makaldan çıkış kılıp durup sözlü sanılan yaxşı dep oylayman. Xitoy Tayvanga qachon hujum qiladi? Nemishqa sil degandek noyabrda hujum qiladi. Avval qachon hujum qiladi? Avval meniki shaxsiy ko'z qarashim 11 oyda hujum qildi, ya'ni 11 oydan kelajak 2 oygacha vaqtni eng muvofiq. Yani bu yil 11 oydan kelajak 2 oygacha bo'lgan araliq eng muvofiq deb qaraysiz. Shunday muvofiq deb qarayman. Ham nimishqa buni deb qaraymiz degan vaqtda Jungo qachon Tayvanga hujum qildi? Buni zaten hozir qiziq, ya'ni ommabop bir masala deb qarash bo'ldi, chunki nurg'un davlatlar bu haqida tekshirish dokladlari e'lon qildi. 2027'de 2030 degandek tariflari bor. Amerikaning generalimi dedi bu yilning 5 yilning bu yilning oxirgi yilning 5 deganlar bor. 2027'ni ko'rsatganlar bor. Oldin qatim masalan shu programmada Amerikadagi tadqiqotchi Ilshod Hasan akamiz 2027'dan bo'ladi deb o'ziniki farzini o'tirib qo'ygan. Endi bayada men nimishqa bu yil degan vaqtimda endi oldi bilan shuni ta'kidlab qo'yay, bizning bu xalqaro munosabatlarda cho'qqin bo'ldi degan yo'q, ammo biz shu mavjud sharoitlarga asosan bir nuqta nazarni o'tirib qo'yib shuni so'zlaymiz. Mening shu ko'z tushimga asosan bu yil nihoyatda muvofiq bo'lib 11 oy nihoyatda muvofiq. Nimishqa degan vaqtda 11 oyda Amerikaninki 4 yilda bekildigan cho'ng saylami bo'ladi. Buni hammaylar bilamiz. Tashqi omil Amerikaninki. Tashqi omil bo'libmi Tayvan bilan Jungoga ta'sir qilgan muhim bir omildan birisi bu. Endi bu 11 oyda nima bo'lgan vaqtda saylam bo'lgan vaqtda bu saylam oldingi qatimki saylamninki chatoqchisi jidal qo'rib olgan Trump bilan yana demokratlar orasida yuz berdi. Bu o'tganda Joe Bidenning degandek bu yilgi saylamni tinch aman o'tkazib berishni kafolat bermayman dedi bu. Ya'ni nimishqa qarshimizda Trump dahi
bir netice tek saylamga kirmey turup ötkende suikastga uçur diye bunu köydük. Hazır bu Amerika'nınki saylamen ait kızgarlık bir nembarken nemo diye vaxtımızda 3 aylık yani 11. ay saylan bulup Ötküzüp biriş muddeti. müddeti 3 ay oldu iken. He. Ama bu 3 aylık müddetninki inlik bir vakti yok yani. Nemişka diye vaxtımızda eğer 51 ştatninki, 50 ştat bir alaydır ayınninki içinden herhangi birisininki eğer nem çıkıp kalsa ya da itiraz çıkıp kalsa Ali Sot'tan aşılan karar belgeti çoğarlıkta bu bulunmaydıkken, icra kılınmaydıkken değil mi? He. Ondan başka şu garip dünyasındaki ait mühim bayramlarınki 3'e 11. aydan başlanıp 2. aygacha buldu. Bunu yazdım mesela. Paskalya bayramı deyimiz. Yani ikinci amil Amerika'daki yoki NATO'daki mühim devletlerinki a'zoları ta'til qiladi, qaror elish mexanizmi palash demoqchisizlar, shundaqku? Palash demayli, biraz asti bo'ladi. Yani Palash emas, qaror elish mexanizmi darhol qaror olinmaydi. Alamazlığı mümkün, kechik qolishi mümkün. Çünkü bu vaqtlarda parlament a'zolari ta'tilda bo'lishi mumkin. Yani Amerikadagi tarqab ketishi mumkin. Endi Amerikaningki darhol bir askeriy harakat qo'llanish uchun, qo'zg'atish uchun jiddiy ahvoldan boshqa vaqtlarda yani davlat raisininki darhol armiya avatish huquqi bo'lmaydi deb bilmayman. Chunki Benim bilishimcha, askeriy operatsiya hareketlerini prezident elib bora oladi, urushni parlament tasdiqlashi kerak. O miyatki askeri kichik operasyon nima bir komandanning kim ijro qiladigan bir nemasi kichik tipki nimalar. Ama miyatda rasmiy bir urushdan so'z ochimiz bu yerda. Chunki Ama Amerikada shunday bir narsa bor. Diqqat qilgan bo'lsanglar, prezident shu harbiy harakat deb atamay, ba'zi kichik tipdagi urushlarni urush deb atamay. Ama şunun tushuncha harbiy harakat deb atab elib boradi shu. Ama şunun tıkanmanla del maşıda vatkan hazır harbiy harakat elib bardigan Zonton qaysi şu vaqtda? Joe Biden mı? Trump mı? Elbette Biden buldu da. O natayin çünkü bu hareketni elib bargandan keyin Joe Biden Trump iqtidorga chiqqan vaqtda cho'qim bunun qonuniy javobgarligini berish kerak. Lekin uni saylangan bilan o'tkazib berib qo'yguncha yana o kanunen açık buldu ama güzel ötkünçü vaziyet buldu. Bizimki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tahdidni o'tkazishdan 2 soat burun e'lon qildi-ku. O manda qarang, o bütün parlamentdagi demokratlar bilan cumhuriyetçilarninki nemisi bütün bilet tashlash bilan bo'lgan narsa. Yani Jungo bilan urushda bütün qo'llanib urush oddiy ish emas, to'g'ri. Ikkinchi asosanlar bu yerdagi ta'til. Ta'til. Abdi onun kim bu hükümet almışka vaqtda 3000'ga yaqin 3000'ga yaqin mühim o'rinlardagi shaxslar olmuş ekan. Ha, siyosiylarning hammasi ketadi. Bürokratlarning nurg'un shunaylik oldin qattim Amerikada nurg'un devlet nima bo'lgan ish to'xtagan kunlar bor. Hukumat ishdan to'xtab qoldi. Hukumat ishdan to'xtab qolgan kunlar bor. Ana bu qaror elishda ta'sir qilishi mumkin. Men bunda degan vaqtda Jungo'ningki Tayvanga hujum qilishi dal shu omilga tayindi. Chunki Jungo Tayvanga hujum qilsa men 5 kunda olaymi, 8 kunda olaymi demaydi. Men en qisqa vaqt ichida elishim kerak deydi. Çünkü benimki bilishimcha, mening taxminimcha yani 24 saatni ish ketmaydi, ammo buni qisqartib ba'zi mutaxassislar 14 saat degan. Rossiya mı Ukraynani 3 kunda deb bo'lmoqchi. Yo'q, ammo o o'xshamaydi. Aytgan nima? Çünkü mayada Jungo Tayvanni her tarafdan qo'rshoqliq. Yani bir noktası, ikinci mühim noktası ne mi sanla? Üçüncüsü geldi. Üçüncüsü mühim nokta ne mi sanla?
Ma hozirgi Rossiyaniki Ukrainaga besib kirishi, Rossiya Ukraina urushi deylik. Rossiya Ukraina urushi Amerikani o tarafda jalb qilib turug'liq. o tarafda Amerika va Yevropani tortib turug'liq. Endi Yevropa shu nuqtada beshi og'irlikda endi bu urushni har ikki taraf uzoq suzilmaydi deb o'ylagan. Rossiya 3 kunda hal qilmadi degan. 3 kunda bo'lmadi. 2 yilga suzilib ketdi hozir bilginimizdek. Şuna hazırlıklar Avrupa'nın mı beş ağırıp durgan vaqtida Tayvan'ga hücum qilsa, deydi mening Tayvan bilan nima ishim deyish mumkin. Ben bilan Ama bu yerda ba'zi tadqiqotchilar Rossiyaning Ukrainadagi mag'lubiyati Xitoydan Tayvan hujumini kechiktirdi deb qaraydi ekan. Ama badak bu dal Rossiya Ukrainani ololmagandan keyin shuning bilan ham Amerika Rossiya Ukrainani kuchli qo'llab, NATO kuchli inkas qaytargandan keyin Xitoy birozgina agar men Tayvan hujum qilsam, menmi yeb ketgudekman deb to'xtab qoldi deb. Buningga ya undaq bo'lmaydi. Mencha undaq bo'lmaydi. Nima ish qilsanglar? Bunda Ukraina bevosita Yevropaning bexatarligi tahdid qilganligi uchun agar Jungo Rossiya Ukrainani evasa, hamda Jungo Tayvanni evasa kimning nimasiga bevosita tahdid qildi? Masalan, Yevropa deydiki, Yevropa aslida o'zining nimasi bilan qolgan ya bu. Faqat Amerikaninki tinch okeandagi hukmronligiga tahdid soladi. Tahdid soldi. Bu qatim Yevropaniki uzun yillik siyosatga qarasanglar, başlandı deydi. It's not of my care deydi. Mening ishim emas. Mening ishim emas. Ya eng jiq bo'lsa nima qildi desanglar, shu normal qurol yarog tijoratini berish mumkin Tayvan bilan. Ham Jungoning ochig'ini keltirmay. Ham nima desanglar, eng jiq bo'lsa diplomatik aloqa, ya'ni diplomatik nima deymiz bu? Munosabat, ya'ni murassa qilish, urushmanglar, erkinligiga ziyon, shuni tushundirish bo'ldi deb qarayman. Ammo yerda bayon so'zga uningga sal turib kelamiz. Ammo yerda qaranglar, o Rossiyaningki Ukrainaga hujum qilib kirishi, mayli mag'lub bo'lsin, mayli g'alaba qilsin, amaliyotda bu Jungo uchun foydali. Siz bunda o'ylanglar. Agar mayli Rossiya mag'lub bo'lsin, g'alaba qilsin, bu urush oxirlashdi shundami? Bu urush oxirlashgan vaqtda Jungo vaqt berib Tayvanga hujum qo'ydi 2027 yoki 2030. Bu chog'da G'arbning beshini og'ritadigan omil yo'q bu yerda. Beshini og'ritadigan ish yo'q. Klavosi bu yil qilish kerak. Bu G'arb bilan Amerika o chog'da texmi rahat Tayvanga o chog'da Jungo texmi o'sal akbar chiqib qoldi jiddiy nim akbar. Ammo hozir to'plandan to'g'acha o'rildi deb qo'yamiz ya. Hozir naqsa Yevropa deydi, tamam nima ish qilsangiz qiling deydi mohiyatda. Chiqib shu Amerika nima qilib beshini tortish mumkin, ammo NATO'ningki hozir Osiyolik deb qo'ydi, Osiyoning NATO'lik deb qo'ydi. Qan bilan bir nim bo'lmadi ham bu yerda. Shunga men bu nuqtadan mening bilishimcha NATO'ningki mavjud ahdnomasi kelishim bo'yicha bo'lganda o Xitoy Tayvanga hujum qilib, Amerika urushga kirib qolsa, NATO'ningki qonuniy majburiyati yo'q Amerikani qo'llash. NATO'ning 5-maddasi uni kirmaydi. Kirmaydi chunki Tayvan Amerikaning zimini emas. Amerika tuproqi bo'lsa, yo'q, shu Amerika tuproqi bo'lsa, u chaqda Xitoy hujum qilgandan keyin u chaqda NATO avtomatik kiradi. Ammo u Tayvan Amerikaning homiyligidagi bir rayon. Hatto bundaq ahvolga kirmaydi to'g'ri. Yana bir muhim narsa nima desanglar, hozir mana silma bilasizlar. Amerika hozir 3-dunyo ellarininki ko'zdan tushdi hozir mana Isroil Hamas masalasida. Isroilni shaksiz inovat jihatdan tushdi. Nazarimdan tushdi rostga qilsam. Isroiliyani qo'llab uzun qildi. Bu maqatdan Jungo bu o'yinni nayt ustalıkla o'yinda hamda. Bejonda chaqirishi mayli u Falastinninki o'to'rliq maqola yozdimi, birlashamaydi deb. Mayli birlashmasin, muhim emas. Muhimi Jungoninki o'ziniki shu nimasini shakllantirib. Hozir Xitoy xalqaro qonun bo'yicha Amerikani uryapti hozircha Falastin masalasini dastlab qilib turib. Qarasanglar, Falastin masalasini xalqaro sudga to'shig'an eng kuchli davlat Janubiy Afrika. Janubiy Afrika Xitoyninki eng cho'ng
qo'llayotgan bir davlat Afrikadagi. Bo'libmi bir-ikkisi Amerika, bir-ikkisi Xitoy akrida uni yulab yurib. Hamda şuna hamda maşu noktalardan ettik. Hamda uzat etmey hamda mühim amilden yana birisi hava rayıga qaraymiz. Hava amili. Hava rayı amili. Hamda bu Jungo'nunki Yani qadimki meşhur qish mezgilida hujum qilishdagi sababni deysizlar. Hamda mühim terbiye mutaxassis va Sunzi deb anlagan bo'lsa mumkin, Sunzi Sunbing deb. Bilimiz Sunzi'ni harbiy ishlar dasturini. Sunzi harbiy ishlar dasturidimi bu hava rayınınki ananikin muvaffaq adam, muvaffaq 36 tadbirini yaxshi o'qigan. Muvaffaq adam, muvaffaq vaziyat deydi hamda. Bu şu 5 amilning ichidagi ikkinchi muhim amil bu. Hava rayı amili. Hamda mayada Müşer bir gap qistirib qo'ysam, shunning muhimligini ta'kidlash uchun. Nemislar Rossiyaga hujum qilgan vaqtda bu shuni o'ylashmay, Gitlerning askarlari Moskvaga oldi kirib bo'lganda keyin muzlab ulab ketdi. Turklar yaxshi o'ylashmay nima urushida, Qrim urushimi Anvar Pasha tağdan o'tgan vaqtda Anvar Pasha nochilik qilib shuni bilan shash ballani jangga olib kirib 20 necha askari to'nglablam Rostovda urushmay ulab ketdi. Bunga mesela mesela şu silgandek Napoleon'ninki ayay berishi, Adolf Hitler'ninki German armiyasining kirişi, Ruslarning birinchi qilgan berib urushmidi ular. Bütün qoral ozuqlikning hammasini yetkazib ketdi. Juvuni kiyib, vodkani ichib, o'zini saqlab qolsa bo'ldi emasmi? Ular dushmanlik qilib bilan u yerda so'g'ib Ruslar bu Fransızlar bilan bu Napoleon'ning askarlari bilan Hitlerning askarlari bu yerda toza to'nglab, toza jiddiy ahvol qolganda shu qaytarma zarba bilan yasab ketdi bo'ldi. Ana bu yerda albatta hozirgi zamon endi uchoqdagidek klassik urush bo'lmagandan keyin havo rayinikiga shaxslar, kishilar, askarlar u darajada uchrab ketmaydi, ammo aeroplanlarninki uchishi uchun biz taraf o'ylaydi ekanmiz, ammo askari nima qarg'a vaqtda bu havo rayi nihoyatda muhim ekan. Nimishqa degan vaqtda Rossiyaninki Ukrainaga hujum qilishidimi? Bular ikkinchi oyni tanlab 3 kunda olamiz degan. Ammo keyin bu urush uzrab ketgandan keyin qanday ahvol yuz berdi desanglar, Qardengizdan kirgan, Sibiryadan kirgan so'g'uq havo iqlimi bu ketim qayt mangda endi nima qarab, Sibiryaga qarab, dengizdan Sibiryaga qarab 3-chi oylarda boshlanibdi. Ya'ni bu urush o'tdi bag'a vaqtlardagi shamol yo'nalishini o'zgartirib o'tdi ekan qarang. Ya'ni siz Ukrainaga qilgan vaqtingizdagi u yerdagi istak, xemiylik narsalarning hammasini ne qarab mangda bo'lsanglar, to'g'ri aşağı. Masalan, top attın, topdan chiqqan tutunni o'zanga qaytirib akelsa, u vaqtda ko'rolmaysan da. Şöyle urush qilmasang, sizga bomba atmasam, yana o bomba sizga kelgandek ishlamdi. Endi tipimizga kelsak, Tayvan bo'g'izida havo rayi qanday o'zgardi bu 11-oyda? 11-oy Tayvan bo'g'izida 11-oy mana shu Sibirya tarafdan kelgan, ya'ni Jungo'ning sharq shimol shamili. Jungo To'nqurg'udan kelgan sharq shimol shamili Tayvan qarab mangdi. Tayvan qarab mang'an keyin Tayvanniki shimoli va Tayvanning g'arbiy va ma yo'nalishdan shamolninki nimasiga uchraydi. Shunga Jungo'ninki havo armiyasi aeroplanlari shamolning yo'nalishi bo'yicha bo'lgan bo'lg'achqa, ya'ni shamolninki yo'nalishiniki cho'ng eg'ir ta'sir uchirmaydi. Naqti suratda besib kiralaydi Tayvanga. Ammo Tayvanning havo armiyasi, ya'ni F-16 bo'lsin, agar havo shamol kuchi sal yuqorilab ketsa, 6 balning ustidan sal yuqorilib ketsa, ta'sir qilar ekan. Bu yerninki besib uchirmaydi, Tayvanning yoki Tinch okeandan uchadigan Amerikaning aeroplanlari ta'sir uchraydi. O qarshi yo'nalishga man qolsa. Ammo shunda bir foydali omil bor ekan. Ikkinchisi urush qartlab qolsa, deylik-ki, Tayvanga atgan bomba Jungo'ga qarab mangmaydi istidak. Istidak Tayvanga keladi. Tayvanga qarab mangdi. Bu endi Tayvan xalqiga bir psixik qo'rqinish paydo qildi. Ya'ni biz Jungo biz shu nima qilamiz, ikkimiz bemillat turib urushib, ya'ni Jungolikning psixikasi bu.
Ama maşu noktalarını çıkış kılıp hem de sile dedangla dep kılış soruşunla mümkün. Hem de paraxot yoki ne bileyim kirs kandak kılsılar, kandak kıldı dep soruşunla mümkün. Uruş buqqaga vaqtda mençe aldırıp Tayvan boğazga Amerika uyamatçısını sokmaydı. Çünkü her kandak yukarı tekniklik paraxotla nemege bardaşlık veremeydi iken. Onda olsa dört asası sebep tügüdü şundak ko. Oşa 4 sebepten 11 aydan 22 aygacha Tayvan hücum kılıştın. Altın paytda agar Xitoy qildigan bolsa, mushu vaqtda qildi. Vaqt eng yaxshi vaqt shunga mushu vaqt qildi deb qarayman. Shundoq deb qaraysizlar. Endi Amerika Tayvanni qo'g'dash qonuni bo'yicha bu urushga mudohala qilamdi. Bu urushga mudohala qiladi, ammo bayon degandek mudohala qilishda kechib qolishi mumkin. Buningki bir necha misollari bor. Masalan, ko'rdik masalan ayna Amerika Iroqqa yordam qilamiz deb qilib oxirida chekinib chiqdi. Buningki muhim misoldan birisi Afg'onistonni ko'rdik ayna. Afg'oniston Taliban qarshi pul berdi, yordam berdi, uni qildi, buni qildi. Eng oxirida Afg'onistonning hujumiga, ikkilik hujumiga chidamay. Yo'q, Afg'onistonda 20 yil turdi. 20 yil turdi, ammo o bir kunligi chidayanmaganlikdan emas, hamon ketgandikin urushmaylam ketili deb ketdi shu. Ya şu mesele, ben demek çoğum mesele şu. Neçe milyar dolarlık kolaylar kıp kaldı ayada hem de. Elbette. Yani meyle uruş kılıç niyeti olsa yani bombasını neyim bakın. Taliban'a kullanıladığı Kur'an'ı bir ötümü etkide yıldızı vermeydi. Kaldı ama yani hem de Amerika beş fikirmen ise neçe milyar dolarlık kolaylar aklı yani Amerika'nın askerleri ölüdü mü yani. Hem de Ukrayna meselesinde mi dikkat kısanla Amerika destek 3 günde mahiyetlik yardım vermeli. Üç gün demez. Bir ay geçe. Bir ay geçe. Zelenski dedi hatta kendisini erkitledi dedi. Zelenski yak ben uruş kılkım bilen uruş kılmayadigandan keyin ananikin derhal kongrede çakmakçılık gibi yardım verişe başladı. Hem bu misal ne endi Tayvan'ga tatbiqlaylarında Tayvan bilen Jungo uruş qilib qalsa bayan dedim yani Jungo çokum bunu qisqa vaqt ichida qildi deb o'ylayman endi. Deylik ki bu uruş 2 gün 3 günge suzulup kaldı ya kendim kıldı. Jungo'ga Tayvan'ga yardım beremdi. Yani Jiang Zemin'in vaxtida mı naitlar kuralarak pul çekler bilen Komünist Parti'ye karşı yardım bergen Amerika. Ama kurallarının tayini yok. Sapma keşkiyip yügen kızlar menin askerleri, Gomindan askerlerini mağlup kılıp Tayvan'ga kovulup etken. Tarihlik boğan iş bu. Lekin bu yerda mundaq bir mesele var. Tayvan'ga agar Amerika Ukraynaga yordam bergandek yordam berse Tayvan'ni qo'llab qolmaydi. Şu mesele şu beremdi fahmimdi. Bergenlikin bu yardımı qachon keldi o? Beremdi, bermemdi mesele emas. Bersin qo'llab qolmaydi. Tayvan'ga cho'qim o'zi chapanni silib, o'zi cheklab tushish kerak Tayvanni qo'llash uchun. Şu endi meyerdeki meseleni mi ötsanlar Amerika'da meyle demokratları olsun, meyle cumhuriyetçiler olsun birdek yani Jungo karşı yani çapanını selip ben Jungo'yla uğraşman deydiğim birdek yok. Amerika'nınki onu kürevatımız hazır Moşayat'taki Jack Sullivan'ın Beijing sepirdimi şu uğraşıp kalmaslıkta tirişiyatkanlıkını kürevatımız Amerika'nınki bütün gücü bilen. Buna eğer karan Jungo Tayvan'a hücum kılıp yani benim tahminimce 3 gün sürmez de 3 günün içinde sürmeydi dep bileme. Jungo Tayvan'a hücum kılıp aldığında 8 saat içinde eğer Amerika çapanı sanmasa yani urushdaki nemisini yo'qotib qo'ydi. Nima deymiz? Yo'qotib qo'ydi. Tashabbuskorligini yo'qotib qo'ydi. Endi Ukrayna bilan o'xshamaydigan yeri Ukrayna'nın zemini çoğ. O Rusya qancha aeroplanları berip Kievni bombardıman qilgan bilan ama piyoda qismi taqa Donbassdan, Donetskdan o'tib u yerga berib qo'yguncha necha ming kilometr bor. Ammo bu Tayvan degan o kirding shu. Ya ben baktım nimadan o'tib Tayvanga bir kelishi havo armiyasininki. Normalda şu
Dongbujanchu dep koyumuz, Şarkı nimesi var. Jungo'nun 5 harbiy rayonu var ya. Bunun içindeki Şarkı harbiy rayonu maxsus Tayvan qarashliq. Guangdong. Jungo'nunki Atoy'dan bizninki bu G'arbiy harbiy rayonu, Merkez harbiy rayon, Şimal harbiy rayondan askariyatga pakilishnikka bir yilgacha ehtiyoj yo'q, tug'ilmaydi. Yo'q, bevosita bayon deganlik ikki bo'g'ozni yaqin ekanda endi. Hozir He. Jungo Yerden- valangosi var. Anniki Shandong Havsi var. Yani bir yanıdan birisi çıktı hazır. 3 tane oyamatga var hazır. Şimaldan, şerqdan kirse 1 saat, 2 saat qarmayıp elqi tıplalaydı. Demek Amerika aralışanmaydı dep qaraysizlar. Amerika arlasın, mesela Maskat'ın yardım eden köyümde olma. Mesela Tayvan'ga 3 yerga yardım verdi ya. İsrail'e, Ukrayna, Tayvan'ga. Eğer nasıl Tayvan'ga belki yardım en az. Hazır Tayvan'da uruş yok da. Ya, su telqi kelkün kelishdan burun siz to'g'an samısınız. Kelkün gap baga vaqtingizda agar kuchingizga yutqan qarab putsun degan gap bor. Shu Amerika Ya hazır Xitoy Amerikani to'xtamay Tayvanni qurollandirish bilan ayblayapti. burun davatqan normal qurollarni beryapti o masala emas. Tayvandagi hozirgi ilg'or havo mudofaa sistemasi aeroplanlarimi hali davlatlarnikidan Ilg'or. Ama bayon dedim ya sizga. Şimaldan, şarqdan, yani Tayvan'ınki şimaldan, Tayvan'ın g'arbidan, Tayvan'ın g'arbi janubidan yani. Yani Jungo şu üç taraftan kirse, üç taraftan kirgan vaqtda, quruqlik armiyasi kirgan vaqtda, menimcha Tayvan'ınki havo armiyasiniki ortiqchilik yo'qaydi. Nima desanglar, quruqlik armiyasi Tayvan'ga besib kirgan vaqtda havo armiyasi o'ziniki zaminni bombardimon qilmaydi deyman. Undaqda urushda kim yengdi deb so'ramoqchi edim. Bu savolga javob oldu. Urushda kim yengdi? Bu urushda agar haqiqatan urush qilib qolsa, ya'ni hozirgi bu sharoitlarda Jungoninki yengdiganligi, ya'ni bu urushning uzunga so'zilmaydiganligiga nima? Uzunga so'zilmaydi deb qarayman men. Chunki urush so'zilsa G'arbga mı Amerikaga mı foydasiz. Men shuni qarayman masalan, Jungo Tayvanga hujum qilib Amerika tajabbuskorligini yo'qotib qo'yganda yangi bir model izlaydi bular. Yangi bir xalqaro munosabat modeli izlaydi. Yani deydiki tamam. Elbette siyaset murasses sanati. Siyaset o'tmishga tortishish emas, hozirni idora qilish mahorati. Şuna agar Amerika kuchi yetmasa, o vaqtda darhol siz degandek yangi bir model izlashga boshlaydi. Xuddi jangda biz bir istehkomni qo'g'dayolmasak, uni tashlab, ikkinchi bir chekinib turib, ikkinchi bir istehkom qurishga tirishgandek gap. Zaten Amerika'nınki 4 istihkam var bu yerde. Bu 4. istihkam Amerika'nın zaten bir tehdit kılanmayı tehdit demez ki. Ama Tayvan'ı qo'ldan bersa, Amerika'nınki uçaqdalıqı Asya'daki stratejik o'rni chehtuvallab ketadi-da. Ama ben bayan dedim eğer bu yıl Mesela bu yerda domino kartasiga o'xshash mundaq bir ahvol yuz berishi mumkin-da. Tayvanni qo'g'dayolmagan Amerikaga Koreya meni qo'g'day oladi deb ishonmaydi u chog'da. Yaponiya, Filippinmi ishonmaydi. Shuning bilan u chog'da bu davlatlar Xitoyga xushomad qilishga boshlaydi. Ama şunu delmo şu Asya Tinchokya Xitoyning bo'lib ketamdi u chog'da. Delmo şu narsani javob beray. Bu model Amerika'nınki ko'rishni xohlagan manzaradan birisi deb qarayman. Chunki nima desanglar, men xohlagan nuqtasi. Men nimdep Jungo bilan gaplashma, sen o'zing gaplash. Chunki Yaponiyanınki o'zini qo'g'dash armiyasini hozir masalan cheklamasini bo'shitib hozir. Sen o'zing kuchlandir deyapti. Ya'ni Trump sarangninki gap bor. Ben nimadan chegirib yana gap kelib Amerikadagi ikki qutbninki fikriga taqishidi.
Agar Amerikani qaytadan buyuk qilamiz deyotgan Trumpchilar chiqsa, siz degandek mening nima deb Osiyoni qo'g'dayman, men nima deb Tayvanni qo'g'dayman, nima deb Ukrainani qo'g'dayman. Yaponliklar nimishqa davlat mudofaasiga mablag' solmaydi. Nimishqa Koreya o'zi armiyasi boshqarmay biz boshqarib beramiz. Ya bizga pul to'lasin, yoki bo'lmasa o'zi boshqarsin deydi. Bu chog'da uningga nisbatan dunyoni idora qilish yoki xalqaro ochiq dengizning amonligini qo'g'dash, saqchiligini qilish yuk hisoblanadi. To'g'ri. Bu chog'da cho'ng jihatdan hamda Amerika dunyodagi saqchilik o'rnidan voz kechgan, faqat yer sharininki bir qit'asidagi cho'ng bir davlat bo'lib qolgan holga qaytamdi hamda shu ikkinchi dunyo urushidan burungi Pekin va Amerikaga. İkinci Dünya Savaşı'nda küçük nemi kayıtmaydı. Yani kutup devlet de şekilleniyor, şekillenmeye de karayla. Amerika'nın başka kılağı arlaşmayma deydiğin siyaseti battı o Birinci Dünya Savaşı'nın aldıda. Burun ne açtı nem sıfatı şu 100 yıl için bir deyimgan siyaset. Hem de ma siyasete kayıtka vaktimi deydi tamam madem Cungo kattık yılık dünya işlerine aktif katlaşsın. Siz qancha dünya işlerine aktif katlaşkansan özünü yok düşman tepasıyla Xudo Amerikaga o'xshash. O shundoq bo'ldi. Albatta mas'uliyatni ustunga olsa, mas'uliyatni ustunga olgandan keyin shuning kuchliq bedel o'taysa. Masalan qaranglar, masalan shu sana birov xushomad qilsa, bekorga qilmaydi shu. Uning bedeli uchun unga bilib berishing kerak. Tayvanga masalasiga o'xshaydigan masaladan birini. Masalan Shangangningki kapolatchisi kimdi ya? Kepili. Angliyaning qitadi. Hech nima qilolmadi. Qichbag'alar panalik berdi arasi, uni unutib qolibdingiz. Onu Angliyamiz qancha to'lab basamni beraverdi. Ya masxir qilib da'vatini. Yani Amerika'nınki yukarı katlamınki asası qaysi toplum İngiliz toplumu. Yani ben hazırgacha Amerika'nınki özü bilip bir devletke hücum qilib g'alaba qilganini ko'rmadim men. Siz bana birini sanab beringlar g'alaba qilgan. Vietnamga bordi, burniga yedi. O'shanga NATO'ga bordi, hech kim qilolmay yenib keldi. 38 boshladi, 38 tugdi. Kore'ni saqlab qoldi lekin. Xitoy deydi men g'alaba qildim deydi. Amerika deydi men g'alaba qildim deydi. Ikkalasi tanglashgan bo'ldi. 38 boshladi, 38 to'xtadi shu anda. Lekin Ikkinchi Dunyo urushida Gitlerni yendi. Ya o urush qilib Gitler Yaponiya bek baga vaqtda chiqib Yaponiya bilan Germaniya herib charchaganda bo'lsa-mu Amerika urushning g'alabasiga ega bo'lib oldi o. Demek çoğunum şu. Yani Amerika'nın özü teşebbüskarlık bilen uruş kozgap g'alaba qilgan bir uruşu yok. Ha. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika kozgamagan demekçisiler. Elbette. Yani başkattan mı Xitay'a karşı uruş kılıp o bundak bolsa bıraksa qaranglar, özünün xalqının qarşılıqqa uçura ketişi mümkün. Onu küravatımız Amerika'da mayli Irak uruşu bolsun, Afganistan uruşu bolsun, hatta bugünkü İsrail'e yardım berişlerinden tatip Ukrayna'ya yardım berişlerigacha bo'lgan qarshi sada davamlıq az emas, davamlıq chiqyapti hamda. Şuna Tayvanni qo'llashlar bizning demişimiz deydiganlar albatta chiqdi. Ma'nida qaranglar, Amerika armiyasi berib urushqini yo'q. Agar Jungoga qarshi urush qilib qolsa, uchoqda bevosita kirish kerak. Uchoqda bevosita kirish kerak. Askarlar o'lgan vaqtda xuddi Vyetnamga berib, jiq askar o'lmadi-ku, necha 10 ming askar o'libdi ekan bunga. Afg'onistonda o'lgan askar 5000 atrofida. Xabaringlar bichog'dalik Afg'on Iroqda o'lgan askarlar Afg'onistonda kunni sanab chiqdi, 2 askar o'ldi, 3 askar o'ldi deb. Kunni Amerikada bu askar o'lgan soni chiqayotgan Amerikaning siyosatlariga bo'lgan besim yig'ilib ketgan. To'g'ri. Unda bo'lsa bu yerda bir umidvor bir manzirini ko'ramadik. Urushda Amerika yaltaysa, Xitoy g'alaba qilsa, bizga qanday fursat va xirrislarni olib keldi. Fursat olib kelganda ekan biz qaraganda. Ya asli fursat bor-ku.
Asli Amerika Eğer fırsat. Asli Amerikanınki strategiyasi men hamda mening shaxsiy o'ylovim. Jingo Tayvan hujum qilsa, biz buning sharqida bizning Tayvan biz qo'llagan Tayvan hujum qilsa, unda biz g'arbida Uyg'urlarni yoki Tibetlarni qurollantirib ularga qarshi, ya'ni har ikki tarafga buni Jingoni mashg'ul qilishdi. To'g'ri. Bu gap nimada bor? Huntingtonning Madaniyatlar to'qinishi degan kitobininki Xitoy Amerika o'rtasidagi bo'lg'usi bir urush ssenariyalarininki birida mushu bor. Endi hozir qarasanglar, Uyg'urlar Amerika Uyg'urlardan manda bir nimani ko'ramadi. Manda bir sharoitni ko'ramadi. Chunki nimishqa degan vaqtinglarda Uyg'urlar Amerikadan ko'ranmadi. Chunki Uyg'urlardan ko'ramadi. Mencha ishkilimiz ko'ranmadik. Chunki Amerika Uyg'urlarninki qurolli tashkilotning terrorlik tizimiga kirgizib Xitoy bilan birga urdi Afg'onistonda. Arkadan bu tufayli Uyg'urlar Amerikadan ko'ranmadi deyli. Manda qaranglar, manda bir narsa var. Amerika Uyg'urlardan ko'ranmadi, chunki Uyg'urlarninki mayli qurolli qarshilik qilish iqtidori bo'lsin yoki qurolli kuchlarininki Amerikaning sepida yer elish istiki qizg'inligi jihatdan bo'lsin, Uyg'urlardan bir narsa ko'ranmadi deyishga bo'ldi. Evet. Chunki nima qilsamlar, mundaq bir narsa var. Siz buni aytib obdan bilsizlar, xalqaro munosabatdagi asosiy millatni asos qildi. Ya'ni ulus deb qo'ydi-ya, balaning tilidan. Millat. Wilsonninki, Amerika Zongtong Wilsonninki bir dunyo urushidan keyin o'tirayotgan aytib muhim bir nimasi var. Har bir millatning o'zining davlati bo'lishi kerak deydigan. Endi Amerika Uyg'urlarda bu umidni ko'rolmadi deyishingsa, Amerika nechiqatimliq nimani burun sizlar paramayotgan men buni degan nechiqatimliq tekshirish dokumentlari ilib berar. Sizlar taqdir millat bilamapsizlar. Endi bayon qilgandek dastlabda nimaga kirgizdi, keyin chiqaribdi. Bu tekshirish dokumentlari ilib o'tgan yili chiqaribdi. Chiqaribsin mayli, chiqaribmisin, bir qarsi bu yerda o hiçbir özünü cihatçı davağın korallık güçlerin hiçbiri Uygurluğunu azat kılıç demeydi. O doğru, elbette ulanın bulanmaydı ya Amerika'nın halkını aldaşının acıtı yok. Bunun enik bir gerek. Hazır tatatlı Uygurluk paylaşıvat kalı için Uygurluk Xitay'a karşı bir vakit bakmadan. Ulan milli armiye bulanmaydı diye benim karşımcıma. Milli armiye bulanmayan bir güçünü Amerika'nın NATO'nun koluşuna atayın. Atayın çünkü maşkattımı köydonlayna. Maşkattımı Palestin Hamas meselesi. Hamas-İsrail meselesi. Bunu kartta Hamas mı okşar benim lazım? Hamas'ın milli armiye bulanmaydı. Aynı Hamas Xitay'ını kollab bizni köydonlayna. Hamas milli armiye bulanmaydı. Milli armiye bulanmayan bir güç Palestin halkıga vakaleten xalqaralıq umumi qo'llashga erishmaydi, ammo ma'lum davlatlarning pishkisi bo'lib ishlaydi shu. Ya'ni boshlandim ko'ydonga qarasanglar, bizningki bu o'zini Uyg'urlar vakillik qilgan qurolli kuchlar qarasanglar Uyg'urning manfaatiga vakillik qilmadi. Yo'q, albatta har ikki tarafdan ko'p xatoliklar o'tdi, albatta bizdan ko'p o'tdi deb o'ylayman, chunki biz aldı bilan qanday ko'rinsak, kishilar bizni shundoq ko'radi, boshqalarning bizni ishkillab ko'rish ehtiyoji yo'q. Shunga bu jihatda shu bayonmi deb o'tdim, buni aytdim, muhim bir nimbatga qaranglar. Masalan, Amerika qandaqdir necha milliard dollarlik qurol-yarog'ni Afg'onistonga olsanga deb tashlab qo'yib ketdi shundami? Ya buni o'ylaydi-da, endi buni cho'qim shu Xitoyga qarshi biz qo'llangan vaqtimizda deb. Endi hozir bunday qaranglar. Agar hozir Facebook qahramonlari yo'q bizning jihatchi qahramonlarimiz. Şimdi malaga qora qildirib, men Xitoy o deb bularni qo'llab soldi deylik mastanga. Dahi bizningki ko'yluntiga bormay turib, shuning bilan Isroillar, Amerika askarlari Falastinlikdan birini o'ldiribdi, deslankin Xitoyga hujum qilmay. Xitoy hujum qilsa millat yo'lab qoldi bular. Sonra qaytib kelib Amerika bilan nimaga hujum qildi qaranglar. Ya Amerika bunu tekshirish orqali bu chunki g'arb davlatlari hech qachon ish qilmaydi-ku bu yerda. Shuni bilsizlar. Narsani o'tirib qo'yib, tekshirishni o'tirib qo'yib. Ash bo'yicha yordamini
yardımını berdi bula. To'g'ri, biz nima qilaylik? Biraz toplaylik sözümüzni, yig'inchoqlaylik. Hozir 1 soatni eshitdim. Siz degandek, albatta boshqalarningki tadqiqotchilari, fikr aql ambarlari ular bola bakmaydi hamda shu. Har qaysi millatlarni tekshirdi, tadqiq qiladi, har qaysi kuchlarga baho beradi va shu orqali dokladlarni yozib tadbir belgilovchilarga, strategiyachilarga yo'llaydi. Undan keyin ular shuni qarab turib, bularni qanchalik qimmati bor ekan deb baholaydi, to'g'ri? U baholashni o'tamadik demoqchisizlar. Undan bo'lsa, o elqi bizga fursat aslida yaxshi bir fursat keladi-da, nimashqatim. Shu bizning tariximiz keşkiler bilan to'lgan. Demek endi bundan başqa fursat kelmese, undaqda bu Xitoy Tayvan urushi Xitoyninki foydasiga oyoqlashsa, o chaqda bizni texmi qor kunlar kutayotgan bo'lamdi. Endi qor kunlar kutayotgan bo'lamdi degan vaqtingda buni diniy nuqtadan qarasak, diniy nuqtadan qaramaysizlar, xalqaro munosabat, siyosat nuqtasidan qarasanglar, balkim yangi bir nasl o'ttirg'i chiqishi mumkin. Ya'ni o'zini jungolik deydigan asta-asta xuddi Putinninki ana tarafi tatar. Ya'ni xabarim yo'qmi o'qimayman. Onu o'qimaydi ekanman. Endi yangi bir iqlim o'ttirg'i chiqishi mumkin. Bu endi naytdi Stalinning groziyalik ekanligini bilatdim. Stalin groziyalik, ammo Putinning ana tarafi tatar. Men buni naytdi aniq bir yerdan olgan bir xabar endi. Ya'ni bizni qor kunlar kutyaptamdi desanglar, bizga qarta qor kunlar bo'lishi mumkin. Yangi naslga nisbatan yaxshi kunlar bo'lishi mumkin. Shuni o'zingizning nuqtalardan bir narsa sanolmaydi. Albatta bizning hamda hozirgi ko'rayotganimiz ham qor kun deyishga bo'ldi hamda tariximizdagi. Ammo Tayvanniki Xitoy bilan urushi va shu tufayli Xitoyda bir to'qinish chiqishi yoki Amerikaningki shu banada Xitoyni tiz buktirishi orqali Uyg'urlarga bir siyosiy mustaqillik yoki bir amaliy bir avtonomiya ishqilib bir chiqish yo'li kelishi mumkin deydigan bir umidvor qarash mavjud. Shuning uchun bu savollarni so'rab bu oxirdagi so'zlarni qilyapman. Bu amaliyotda bu yerda hamda naytdi cho'ng umidlar bor, naytdi cho'ng fursatlar bor. Amerikaningki hujum qilmasimi iqtisodiyotdan, siyosatdan jungoga har xil nimalarni tizimlaydigan, har xil nimalarni. Ammo buni hozir bu yerda bir cho'ng tema bo'lib qoldi. Chunki vatanninki azod qilish demak, qarshingni deb konkretlanib xulosalarni deb oyoqlashtiraylik. Endi bu vatanda mencha eng az 5 xil davlat qurilish fursati bor deb qarayman men. Davlat qurilish? Jeb umid var ekan bizda. Ammo bu yerdagi nima eng oxirgi bizning mayli jihatchilarimiz bo'lsin va yoki boshqa nimalar bo'lsin, bu eng tuvan ehtimolchilik bo'lgan hozirgi sharoitda toza mumkinchilik biroz zo'r bo'lgan eng oxirgi imkonchilik. Qolgani qanday desanglar endi Rossiya ittifoq boshlanib ketgandek parchalanib, hozirgi erkin dunyo boshchiligidagi va yoki Kommunist partiyaning ashadagi nimasi yerlik ayrim bir xuddi avvalgi Islom Karimov Qozog'istonda bu yerda hozir buning uchun Xitoy parchalanishi kerak. Xitoy Tayvanni asli qudrat topsa birlikka kelishi texnik mustahkamlansa qanday parchalanadi? Bu dunyo tarixininki eng qiziqarli yeri mana shu. Har qatim kuchli bir birlik kelgandan keyin parchalanib ketadi. Bo'shab ketadi. O tarix kitobini o'qib baksanglar 50 yil o'tmayla
nəhayət şəkildə aldı 5-10 yıl. Məsələn, Hı hı. Çinşixan ölgəndən keyin paçılıb ketgan. Tang Tezong ölübla vuzatyan chiqdi emaslangi. Tang Tezong ölübla uzoq qolmay vuzatyan huquqni olgan. Hamudi ölübla uzoq qolmay Xanlar azadlashib ketgan. Demek Kamki öyle demek yana bu yerden nurgun ihtimallıklar var degan gap. var. Onda olsa biz Bu bugünkü yerki nurgun ihtimallik, yani programını akıllaştıraylı. Uyghur müstakillikçilerininki bağ buluşu, yok buluşu bilen pek çoğun alakası yok. Halkaralık çoğun muhittin özgürlüğü bağlap demekçi olsun. Çoğun muhittin özgürlüğü bilen vatan işçiliki ve Xitay işçiliki siyasi vaziyetinin kelimesiga münasebetlik. Köp rahmat Alimcan bugünkü söhbetimizge kıymetli vaqtinglarni chiqarib qatnashib berganinglar uchun. Bundan keyin münasebetlik temalarda davomli biliminglarni bizniki ko'rganlar bilan o'rtoqlashib turishinglarni umid qilaman. Rahmat. Sizga rahmat. Ko'rganlarga deydigan gapinglar bo'lsa, desanglar biz oxirlashtiraylik. Ko'rganlarimizga hozirgi vaqtinglar texmo yaxshi bo'lsin, xayrli bo'lsin. Bizni anglab berganinglarga rahmat. Unda qolsa bugungi programmamiz, suhbatimiz shu yerda oxirlashdi. Kelajak son programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Sizlar uchun davomli munosabatlik muhim deb qaragan temalarda suhbatlarni elib berishni davomlashtiramiz. Bo'ldi, Allohga emanet.